Qodirxon, yaxshimisiz, tuzukmisiz? Assalomu alaykum hamma. Qodirxon, qarang, Toshkent shahrida xalq tili bilan aytganda Oq masjid, o'zining nomi esa Minor masjidi haqida svежий ma'lumotlarni bizga yetib bering. Ushbu masjid atigi 8 oy ichida qurilganini bilarmidinglar? Oldimizdagi muhtasham masjidning qurilishi 2013-yil yoz oylarida boshlangan va atigi 8 oy ichida bunyod etilgan. Masjidning moviy rangdagi ulkan gumbazi esa Istanbuldagi mashhur Sulton Ahmed masjidi uslubini eslatadi va masjidga alohida salobat bag'ishlaydi. Har bir ustunlardan tortib eshiklargacha barchasi qo'l mehnati bilan barpo etilgan va milliy hunarmandchilikning eng nozik namunalaridan hisoblanadi. Bugun biz siz bilan Toshkent shahridagi Rus Pravoslav cherkovini aylanamiz. Yuring. Ideal markaz biza qayerga keldik? Biz Toshkent shahridagi Qatag'on qurbonlari majmuasiga keldik. Mana hozir Qodirxon bizga shu haqida batafsil ma'lumot beradi. Qani ketdi unda birgalikda boshlaymiz. Yur. Bu maskan nafaqat tarix, balki ramzlar bilan so'zlaydigan me'moriy yodgorlikdir. Moviy gumbazi ostida qad rostlagan Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyi milliy me'morchilik an'analari asosida barpo etilgan. Yog'och o'ymakor ustunlar, nafis ayvonlar va sharqona bezaklar o'tmish bilan bugunni bog'lab turadi. Ammo bu go'zallik ortida og'riqli tarix yashiringan. Bu yerda millat fidoyilari Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Abdurauf Fitrat xotirasi abadiylashtirilgan. Sokin xiyobon va ramziy qabrlar esa qalbni chuqur o'yga toldiradi. Bu majmua shunchaki muzey emas, bu me'morchilikka bitilgan xotira, erkinlikning qadrini eslatuvchi muqaddas maskandir. Qoraqamish 2 dahasida go'sht do'koni borligini bilarmidingiz? Mana shu go'sht do'koni haqida bugun sizga obzor qilamiz. Demay, Navro'z bayrami yurtimizda keng nishonlanadi. Shu bahonada siz yurtimizda joylashgan milliy qadriyatlarimiz uyg'unligida ochilgan joylarga, maskanlarga kelib sayr-sayohat qiling.